Sariq bola pizzasidan yeb ko'rishga qaror qildim bugun. Pepperonini yaxshi ko'raman. Yeb ko'raychi qanaqa ekan. Ja, wow emas. Нормально. Kimamnaqa tovuqdan zakaz qildim. Aytgancha mana bu. Yuzi semirgan haqiqatdan. Rosa mana shunaqa kommentariy kelganda, o'rtoqlar, sizlar videoni diqqat bilan ko'rasizlarmi? Gapimni eshitib, yuzimga peeling qildirganman. Bir hafta 10 kuncha yuzim shishib, qizarib yuradi degan gapimni eshitmadinglar shekilli. Keyin o'sha mana bu kommentariy kelgan videoda ham aytganman. Yuzim shishgan. Sekin-sekin yaxshi bo'lyapti yuzim deb. Shu menimcha men semirsam sizlar xursand bo'lib ketsanglar kerak. Lekin hozircha sizlarni xursand qiladigan unaqa yangiligim yo'q. Semirmadim. Tovuq lekin mazali ekan.